O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-oktyabrdagi ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, hududlarni ichimlik suv tarmoqlarini uy xo'jaliklarigacha yetkazish bo'yicha chora-tadbirlar tasdiqlangan. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyatida ham aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash, sohani modernizatsiya qilish hamda hududlarda suv ta'minotini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada so'nggi yillarda yirik investitsiya loyihalari hayotga tatbiq etilayotgani yaxshi samara beryapti. So'nggi 2 yil davomida sohani rivojlantirish uchun yana qo'shimcha 3 milliard 764 million so'm mablag' yo'naltirilgan. Aholiga bir qulaylik yaratish maqsadida xonadonlarga ichimlik suvini olib kirish uchun 1000 dona suv hisoblagichi Farg'ona viloyati hududlariga o'sha o'rnatib berildi. Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari jadal olib borilmoqda. Aynan 2026-yil boshiga 89% tashkil etgan bo'lsa, yil oxirigacha yana aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari jadal olib boriladi. Qarorga asosan viloyatning Quva va So'x tumanlarida jami 1000 ta ichimlik suv tarmoqlari uy xo'jaligiga olib kirildi. Farg'ona tumanidagi Chimyon qishlog'ida 13 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Joriy yilda Ulug'bek nomli mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan mana bir necha yillardan beri aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun katta sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani soha tashkilotining katta yordami bilan Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Har bitta xo'jalikka ichimlik suvi alohida kirib bordi. Ko'chada emas, har bitta xo'jalik o'zida ichimlikka aroqli suv kirib bordi. Bu degani odamlarning salomatligini saqlash degani. Va mutaxassislar o'zlari kelishib, o'sha hisoblagichlarni o'rnatishib, joylashtirishib, mana shu ishlarni bajarib ketishdi. 89 ta suv nasoslari energiya tejamkor suv nasoslariga moslashtirildi. Prezident tomonidan ajratilgan mablag' hisobiga xarid qilingan energiya tejamkor soy bo'yi nasosi yordamida 22 nafar tadbirkor tumandagi mavjud sanoat zonasi va 450 ta xonadonning ichimlik suvi ta'minoti tubdan yaxshilandi. Inshoot 2 oy muddat ichida qurib bitkazildi. Soatiga 40 ming kub metr oqova suvni tozalash quvvatiga ega. Bunday inshoot sanitariya va ekologiya xavfsizlikni ta'minlash, atrof muhit muhofazasi hamda aholi uchun qulay yashash sharoitini yaratishda ham muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Tumanimizning Soybo'yi mahalla fuqarolar yig'ini hududida hamda Gulpiyon mahalla fuqarolar yig'iniga elektr tejamkor ikkinchi suv ko'tarish nasoslari hamda quduqlardan birinchi suv ko'tarish nasoslari o'rnatildi. Ulug'bek ko'chasida istiqomat qiluvchi 100 dan ortiq xonadonlarimizga ichimlik suvi olib kirilib, bu xonadonlarimizga suv hisoblagichlar o'rnatib berildi. Bundan tashqari Gulpiyon mahalla fuqarolar yig'iniga 2-3 megabaytli quyosh panellari o'rnatilib, hozirgi kunda elektr iqtisod qilish ishlari olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida 2026-yil oxirida viloyat aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 90% ga yetkaziladi.